Biz ballarımızga bizdeki ecdatlarımızı, Aysutuk Buğra Han'dan başlap, Muhammed Emin Buğra, Sabit Damıllam, Ahmet Can Kasimi, onundan başka şu Kürşat mesela, Ayet Kızlarım, digenge o'xshash, Nuzugum digenge o'xshash. Masalan, shuning tarixlarini muhimda qahramon millatninki ballari bizning ajdodlarimiz mushundaq deb davlat qurganlarni, masalan Uyg'urlar, Türk qavmlarining ichida birinchi qatim islom qonunini yurgizgan Ustuqbo'g'ir xonning davrida islom qonunini davlat qonuni qilgan bir millat. Ondan keyin butun Türk qavmlarining ichida Uyg'urlar birinchi qatim shaharlashgan millat. Onu çedirde yaşayan vakti biz şehirleşip öğlerimizde aynı boğan bir millet hem medeniyet yaratkan millet. Muşunun hemmesi biz ballağı okutuşumuz, üzümü okuşumuz gerekti. Yani biz hiç kimini okutmaganken bu başkalarının neslini körüp oldu falanız varken, Mehmet Akif Ersoy varken, Atatürk'ü varken, usu varken, bu varken bizden yokken deydi. Bilmegenlikin şunda deydi. Anda o kadar üzdük kemsinette bizde o kadar mükemmel emeskemiz deydi. Ama biz hemmesi mükemmel asla. Hemmesi mükemmel. Biz aşını okutmaganlikin aşında. Nemiş ki biz aşını okutmayımız aşılarını. Ecdatlarımızın nemişki okutmayımız hem de. Sahabelardan başlap, Buğra Han'dan başlap, günümüzge kelgeçe bizning şu milli an'anamizni ve dinimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilganlarni, shu to'g'rida nurg'un xizmat qilganlarni, qo'mondonlarimizni, olimlarimizni, ziyolilarimizni ashuni bolalarga ayna deb berib, ayna o'qitgan bo'lsak, ayna oqshomlari shularniki hikoyasini aytamiz, hikoyasini deb berib, kitoblarini tepib, ayna o'qitib, ayna qitgan bo'lsak, bu bolada o'zininki millati bilan g'ururlanish, o'zining millati bilan faxrlanish bir hissi bo'ladi-da. Vatanni muamda, vatanning muşundaq bizning vatanimiz muşundaq güzel, cennetdek muşundaq yer deb aş. Hamma yani mesela Qag'ili, Xotan, Qashqar, Charqiliq deb hammasının ismini deb, hammasının yurtninki mashhur tamoqlarini, mashhur mevalarini hammasini deb ayda balaning qalbisiga kirgizgandan keyin bu balada shundoq bir his tuyg'u keladi, bir ko'rsam bo'ldi aşağıni, bak güzel ekan bu degan ishq bo'ladi. Biz onu hech qanday qilmagandan keyin o balının bir vatanga muhabbeti mi yok, chet elde tug'ilgan balını ko'rmagandikan onu. Bizlar shu hamda vatanning tuproqlarida yalang oyoq yurib, vatanning shu suyini ichib cho'ng bo'lganligimiz uchun vatanning muhabbeti bizning qalbimizda bor. Lekin shu qalbimizdagining 30%ni bizning balalarga beralisak, nadi cho'ng ishda shu. Beralisak. Shunga hamda biz o'zimizning vatanninki qanchalik yaxshi ekanligini, xalqimizning qanchalik yaxshi ekanligimizni, bizning tariximizning qanchalik porloq, go'zal ekanligimizni balalarimizga ayda so'zlab bersak, balalarimizma hech bo'lmasa bizdek %100 bo'lmasa 50% bo'lsa bu bir vatanga bog'lanadi-da. Mushu eng muhim hamda bizning chet elda. Balki mushuni yaxshi niyat bilan Alloh roziligi uchun qilsak, ibodat mushu ishlar. Xo'sh. Bir musulmon millatninki urug'ini saqlab qolish uchun qilishgan tijorat bütün tirishchanlikning hammasi ibodat qatoriga kiradi. Ibodat degan zot nima? Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan ish. Alloh rozi bo'ladigan ish hamda mushu musulmon millatni qo'g'dab qilish, musulmon millatning g'amini yesh, musulmon millatning mavjudligini saqlash uchun tirishish, bolalarimizni tarbiyalash degan ibodat.